Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Bugun biz haftada bo'lgan eng yaxshi aksiyalarni razbor qilamiz, ya'ni tahlil qilamiz. Trendlar tahlili bu ko'p aytganimiz va qayta-qayta aytamiz, treyderni eng rivojlantiradigan ishlardan bittasi. Ya'ni biz o'sha trendni qayerda kirish kerakligini, qayerda chiqish kerakligini, potensiali qanaqaligini, nima uchun bu aksiyaga kirganimizda tahlil qilmasak, uni endi o'rganayotgan odam, endi boshlagan odam hech qachon bilmaydi. Ya'ni juda ham ko'p vaqt ketadi buni bilishiga. Shuning uchun buni biz tahlil qilib boramiz. Oxirgacha ko'ringlar, videoni juda ham foydali bo'ladi. Sizni yanada rivojlantiradi. Demak, boshladik. Bizda bo'lgan aksiyalardan MCTR dan boshlaymiz, chunki bu juda ham dahshatli yurish qilib bergan. Mana daily'da qaraydigan bo'lsak, daily'ga aksiya $5 turgan va $5 $55 chiqib ketgan. Bu 1000% degan. 1000% do'stlar, birorta bozorda bunaqa yurish bo'lmaydi. Balki bo'lishi mumkin, Bitcoin'da qaysidir bozorda bo'lishi mumkin, bu doimiy bo'lmaydi. Bizda har doim, har kuni shunaqa yuradigan aksiyalar bo'ladi va juda ham ko'p bo'ladi. Bularni aytganmiz, bu o'zi pump and dump deyiladi, ya'ni aksiya pump bo'ladi, tepaga sakraydi va qayta dump bo'ladi, pastga tushadi. Bu nimani evaziga bo'ladi? Mana hozir ko'ramiz nimani evaziga bo'lishini. MCTR shares float kamligini evaziga bo'ladi. Aksiyalar soni, ya'ni shares float juda ham kamligini evaziga bo'ladi. Bu kontroldan chiqib ketadi. Buni o'sha treyderlar o'zlari ko'tarishadi. Manipulyatsiya qilishadi. Yana bir aksiyani ko'ramiz. Sbet deylik. Yoki Mullen ko'raylik. Mullen. Mana bu ham daily'da qaraydigan bo'lsak, mana $5 dan $25 gacha o'sib ketdi. Buni 8000 ta aksiyasi bor. 8000 ta. Juda ham ko'p bo'ladi unaqa. Sbet yoki mana yana bir aksiya Sbet. Buni aksiyalarni sal ko'paytiribdi. O'zi asl aksiyalar juda ham kam edi buni. 600 ta da Sbet aksiyasi. 600 ta aksiya bor edi, yana offering qilibdi, aksiyalarni ko'paytiribdi. Biz shularni tahlil qilib chiqamiz bir boshdan. MCTR bu daily grafik bizda, daily bunisi 5 minutga, 5 minutlik. Ana mana bu kundan boshlaymiz. Mana qaranglar. Juda ham yaxshi signal, juda ham yaxshi signal. Qayerda yaxshi signal? Biz sevib, biz juda ham yaxshi ko'radigan bu yoqda ish bo'lgan, minutkada ko'radigan bo'lsak, aniqroq chiqqan. Minutkada mana bu nuqtani pastga ketmoqchi bo'lganda yana shu uровеньga keltirib qo'ygan, mana shu nuqtada ushlab turibdi. Juda ham zo'r signal, juda ham ideal signal bo'lgan. Mana shu uровеньni ushlab turibdi. Juda ham yaxshi signal. Biz mana bu joyda kiramiz. Endi mana bu narsaga ahamiyat bermaymiz. Bu soat 8da o'tadigan print, bu hisobmas, bu bizga ta'sir qilmaydi. Bunga e'tibor qaratmaymiz. Mana bu uzun svechaga. Juda ham dahshatli yurish qilib bergan. Mana ketdi. Endi xo'p, yurib bo'ldi, juda ham ko'p yurdi. Juda ham ko'p yurdi. Buni shortga ko'rishimiz kerak, chunki $5 dan
11gacha o'sib ketyapti, 100% o'syapti. Odatda biz 50%dan keyin o'sha shortga qarashni boshlaymiz-da. Bu yoqda signal bermagan. Endi opti borlar buni his qilib stakan lentaga qarab kirishi mumkin, lekin aslida bu yoqda signal yo'q. Biz har doim откат kutamiz yoki urindan retest kutamiz. Bu hech qanaqa signal bermagan, ketgan. Qaranglar, mana bu joyda ключевой joy bo'lgan. Ya'ni muhim joy hisoblanadi. Aksiya ketyapti. Pastga qarab ketyapti, ya'ni down trend bilan ketyapti. Bizga nima kerak? Biz uni yana longga qarashimiz uchun bizga qanaqadir signal kerak. Ключевой svechalar kerak. Mana bu bizda ключевой svecha. Ya'ni tepaga impuls qilgan. Xo'p, agar aksiya kuchsiz bo'ladigan bo'lsa, yana qaytib pastga qarab tashlayverish kerak. Bu nima qildi? Lowgacha ham yetmadi-da, qaytishni boshladi va bizga mana bu joyda juda ham bir ajoyib signal bergan. Chunki buni biz his qilib turishimiz kerak. Aksiyalar soni kam, bu xohlagan ishini qilishi mumkin. Chunki aksiyalar soni kamda, do'stlar. Tasavvur qilinglar, 500 mingta aksiyasi bo'ladi, 300 mingta bo'ladi. Masalan, $2 aksiya 300 mingta aksiyasi bo'ladi. Bu degan umumiy qiymati $600 ming dollarlikda. Hozir 4 ta 5 ta yaxshiroq o'rtacha treyderni depozitining o'zi $600 ming dollar chiqadi. Ular bemalol o'ynatishi mumkin. Shuning uchun faqat aksiyalar pump bo'ldimi, yagona sababi aksiyalar soni kamligi. Endi bizga yangilik kerak bo'ladi. Mana masalan 100 ta arzon aksiya turibdi. 100 ta, 200 talab arzon aksiya bor. Aksiyalar soni ham kam, aksiya ham arzon. Penny stock deydi. Arzon aksiya. Endi qaysi birini treyderlar kutib turibdi? Qaysi birini pump qilib ko'taraverish kerakligini sal yangilik chiqqani. Ozgina yangilik chiqadi. Uni $55 darajaga ko'taradigan yangilik emas-da. Mana aksiya hozir mana 55 ga chiqqan, yana qaytib $6 ga tushib qoldi, to'g'rimi? Agar yangilik zo'r bo'ladigan bo'lsa, o'sha $55 da qolmasmidi? Yangilik zo'r bo'ladigan bo'lsa $55 da, $40 da, $30 da qolish kerak. Bu nima qildi? Yana qaytib tashladi. Demak, bu yangilik bizga muhim emas. Yangilik qaysi aksiyani treyderlar kutib turadi, qaysi aksiyani ko'tarish kerakligini tanlab beradi. 100 ta aksiyadan bittasiga sal ozgina yangilik chiqib qo'yadi, bo'ldi. Treyderlar hammasi yopishadi-da, pump qilib yuboradi. Mana aksiyaning ketganini qaranglar buni. Juda ham dahshatli yurish qilib bergan, uptrend bo'lib ketyapti. Hech qanaqa shortga signal yo'q bu yoqda. Shortga signal yo'q. Endi o'sib bo'ldi. Xo'p, biz buni shortga kutishimiz kerak. O'sib bo'ldi, o'sib. Bizga kerakli joyi mana bu joyda signal bergan. Minutkada yaxshi ko'rinadi. Signal bergan. Nimaga? Chunki biz buni o'sha kechadan beri faqat shortga qarab turibmiz, faqat short qilamiz deb turibmiz. Chunki $5 aksiya $55 ga chiqib ketdi. Bu juda ham dahshatli ish. Short qilamiz deb turibmiz va mana bu joyda bizda o'sha trendni buzib mana shu joyda trendni buzganda mana bu joyda bizga tochka bergan, juda ham zo'r tochka bergan. Bollar olishgan. Ketdi. 47 dan tasavvur qilinglar mana. 47 dan tochka bergan, nechigacha tushdi? 47 dan 14 gacha tushdi. 47 dan 14 gacha 33 point prosta tashlab berdi. Agar shunga 100 ta kirib qo'yganlaringizda ham $3300 bo'lardi. 100 tagina aksiya. Keyin qaranglar. Endi buni potensiali hali bor. Chunki buni biz oxirigacha tushishini kutamiz. Damp bo'lishini, pump bo'lgandan keyin damp bo'lishini. Endi mana bu joyda ham juda ham zo'r signal bergan. Mana. Ko'rasizlar, o'rinni ushlab turgan. Mana. Mana bu joyda o'rinni ushlab turgan va bozor ochilishi bilan qo'yib yuborgan. Mana bu yoqda ham aslida tochka bergan. Mana bu yoqda ham tochka bergan. Agar kim optik kuchliroqlar bo'lsa sezadi, mana tochka bergan, retest qilib yana tochka beryapti, bu joyda yana tochka beryapti. Mana ketdi, shu bilan aksiya $6 gacha, undan ham nimaroq $6 gacha quladi. Mana bo'ldi, o'sha yurib bo'ldi, bayram tugadi bunda. Bo'ldi, bu bilan ishimiz bitdi. Endi boshqa pamplarni ko'ramiz. Tushundingizlar? Mana bu pamp bo'ldi, ishi bitdi-da. Endi bu o'sha bizda fokusdan chiqib ketadi. Boshqa pamplar yana paydo bo'ladi. Boshqa pamplarni ishlaymiz. Har kuni bir xil aksiya, bir savdo qilib bo'lmaydi. Chunki bizga yangiligi bor, aksiya in play aksiyalar kerak. Keyingisi mana Zena bo'lgan kecha.
zena bo'lgan. Demak, buni ham aksiyalar sonini ko'ramiz. Buni ham o'sishiga sabab nima ekan? Zena 8 million aksiyasi bor do'stlar. Oldin ham Pampen mana dailydan qaraydigan bo'lsak, oldin ham Pampendan bo'lgan, demak yana bo'lish ehtimoli bor. Aksiyalar soni 8 millionta, demak uni boshqarish oson va ko'ramiz. Bu joyda signal yo'q bizga, chunki birdan o'sib ketdi. Biz buni mana longga chotka zo'r signal bergan longga. Mana ketdi. Endi hop longga o'sib bo'ldi. Aksiya necha dollar? 3 dollardan 690 gacha 100% dan ortiqqa o'sdi. Hop, biz uni endi shortga ko'rishni boshlaymiz, dam qilishni boshlaymiz. Longga ishlab chiqdik. Endi dam qanaqa bo'ladi? Aksiya hayni urdi, lekin keta olmadi. Nima uchun? Hayni urishdan maqsad yana dalcha o'sish emasmi? Hayni urgandan keyin keta olmadi. Hop, demak, uje kuchsiz. Uni shortga qarasak bo'ladi. Shortga mana bu yerda urvin bor. Mana urvin. Mana shu pravoyda o'sha shortga qaraladi. Aksiya 570 dan 435 gacha chotka juda ham zo'r tashlab bergan. Juda ham yaxshi tashlab bergan. 4 gacha past tashlab berdi. Mana ikkinchi bo'lgan aksiya. Ko'ryapsizlarmi? Foizda bu kechani o'zida bo'lgan aksiya 3 dollardan 7 dollargacha chiqib ketyapti. Foiz bizda juda ham katta o'sish, qulash foizlari. Keyingisi WM. Bu umuman boshqa strategiya bo'yicha savdo qilinadi. Ya'ni buni savdo qilishi bizda IPO, razvorot degan strategiyamiz bor. Ya'ni bu yaqinda bo'lgan IPO. Mana ko'ryapsizlar, ko'p kun bo'lmagan. Bo'lgan bo'lsa, bir oycha bo'lgan. Mana tushganda bizda razvorot mana bu model mana bu joy hisoblanadi. Potensial yuqori, lekin birinchi kun kamroq o'sgan. Potensial yuqori, mana birinchi kun sal o'sishni boshlagan, ya'ni treyderlar e'tibor qarashni boshlaydi. Mana ozgina o'sishni boshlagan. Biz buni ertasi kun обязательно ko'ramiz yoki o'sha kun overnight olib qo'yamiz. Men 1.65 dan olgandim. Juda ham afsusdaman, juda ham afsus, achinarli holat. Men bu joyda chiqib ketdim, где-то 2-nechilarda 250larda chiqib ketdim, ha. 250larda chiqib ketdim. Aksiya juda ham o'sdi. Uni Instagramga ham, nimaga, Telegramga ham qo'ydik. Yomon holatligini. Bizda qanaqa? Mana bizda eslab qolinglar, bu IPO razvorot, ya'ni IPO qulaydi-da, juda ham yaxshigina qulaydi-da, keyin parabolaga o'xshab razvorot qilishni boshlaydi. Mana razvorot qilishni mana bundan bilamiz. Yashil kichkina svecha endi boshlanyapti. Endi ob'yom kelib, endi boshlanyapti va ertasi kuni mana ertasi kuni o'sha ushlab turgan urvenni qo'yib yuboryapti-da, bum ketdi. Voy, bu yaxshi, bu dahshatli o'sish bu. Do'stlar, bunaqa ishda bir haftalik pulli ishlash mumkin. Mana 2 dollardan 6.50 ga chiqib ketyapti. 2 dollardan 6.50 ga 300% bo'ladimi? 200%, 300% o'sib ketyapti. Endi kirish nuqtasi mana bu joyda. Pravoyda. Endi buni birdan hushyor o'tirish kerak. Bizga boshqa trading yo'nalishlariga o'xshab uzoq muddat emas, bizga tezroq pul topamiz. Shuning uchun hushyor turish kerak. O'sha o'zimizni watch listimizdagi in-play aksiyalarimizga tez-tez qarab turishimiz kerak. Tez-tez. Ketdi bu. Sibet. Mana Sibetda ancha yaxshiroq yangilik. Ancha yaxshi yangilik. Shuning uchun buni mana daily'sini ko'ryapsizlar. 2,5 dollar turgan, o'sishni boshlagan, qanchadir investitsiya jalb qilgan bu, shuning uchun juda ham o'sib ketdi, tepaga qoldi. Buni yangilik yaxshi va qo'shimcha aksiyalar ham chiqardi. Shuning uchun yangilik yaxshi. Men buni ko'rsatayotgan sababi qaranglar, mana 2 dollardan aksiya 124 dollarga chiqib ketyapti. Bu qancha kun ichida? 1 2 3 4 5 6 kun ichida, bir hafta ichida 2 dollardan 124 dollarga. Endi sizlarga tasavvur qilish uchun aytaman. Ana 10 mingta oladigan bo'lsalar, masalan, endi bu oddiy endi boshlagan treyderlar uchun emas. Sizda yetarlicha balansingiz bor.
10 mingta oladigan bo'lsangiz, 1 dollar yuradigan bo'lsa 10 ming dollar bo'ladi. 10 dollar yuradigan bo'lsa 100 ming dollar bo'ladi. 100 dollar yuradigan bo'lsa 1 million dollar bo'ladi. Tushunyapsizlar? Qanaqa? Endi risk qanaqa xo'p? O'zi 2 dollar turibdi-da. 20 sent risk, masalan 2000 dollar, 3000 dollar risk bu yerda. Endi balans katta treyderlar uchun. Ko'ryapsizlarmi, bizda aksiyalar bozorida potensial qanaqa? 2 dollarlik aksiya bir haftadan keyin 124 dollar turibdi. Prosta dahshat. Endi bunda signal oldingi kunlarni ko'rsatmayapti, 5 kunlik ko'rsatadi. Mana bu joyda mana o'sha yorib o'tishda bo'lgan. Endi bu xavfli. Baribir buni shuncha o'sgandan keyin 2 dollardan mana 45 dollarda signal beryapti. Baribir buni shortga qaraymiz deb turamiz. Shortga deb turamiz. Endi sal risk kattaroq olib, risk kattaroq qilib longga ko'rsa bo'ladi mana. Baribir shortga mana lowga yetmagan, mana bu nuqta lowgacha yetmadi-da. Mana buni proboyda ko'rish mumkin. Buni proboyda yana longga olish mumkin. Chizib ko'rsak, anaroq bo'ladi. Lekin haqiqatdan yaxshi yangilik chiqqan. Bu juda ham katta summa jalb qilgan. Mana. Tak, urinni proboy qilgan. Hozir ключевой joylarni sizlarga ko'rsataman. Bu yoqda mana bu joyda olish mumkin. Bu yoqlari o'sha xavfli. Ya'ni men bu yoqda mana tochka bor, olishlaringiz mumkin, lekin xavfli. Masalan, men olmagan bo'lardim. Xo'p, mana bu joy bizda ключевой joy hisoblanadi. Mana bu. Ya'ni pastga ketmoqchi bo'ldi, aksiya pastga ketmoqchi bo'ldi. Yana qaytib shu uringa ketib qo'ydi. Nimaga? Nimaga? Demak, kuch bor. Mana bu joyda bitta tochka bergan, mana buni proboy deb bitta tochka bergan. Mana bunda mana lowga yaqinlashmagan. Kuchsiz bo'lganda lowni urib ketardi, lowga yaqin ham ketirmadi. Bu joyda bitta tochka bo'lgan, mana bu joyda 3 ta tochka zo'r, prям moshni 3 ta tochka bergan. Keyingisi Molin. Molin vaqtida juda ham bir dahshatli kompaniya bo'lgan, juda ham bir katta kompaniya bo'lgan. Mana pump bo'lgan, kechagi kuni, o'tgan kuni pump bo'lgan, kecha bugun boshlanyapti. Mana buni hozir qilamiz razbor. Mana arzon bo'lib qoladi, bu aksiya arzon bo'lib qoladi, split qiladi. Ya'ni aksiyalar sonini qisqartirib, narxini oshirib qo'yadi. Split degan narsa bor. Mana arzon bo'lib qolgan, masalan 20 sentga tushib qo'ygan, yana buni 5 dollar qilib qo'ygan. Aksiyalar sonini kamaytirganda narxini oshirib qo'ygan. Shunda qiymati, market kapitalizatsiyasi o'zgarmaydi. Ketishni boshladi. Aksiyalar soni juda kam bo'lib qolgandan keyin 8 mingta aksiyasi bor ekan. Kam bo'lgandan keyin o'z-o'zidan nima mana bu joyda endi buni birdan his qilish qiyin, men tushunaman. Bu baribir razbor qilishimiz kerak, sizga foydali, siz ko'rishingiz uchun. Buni даже tak bu birdan his qilish qiyin. Men bu yerda mana tochka bergan, chashka chizgan, ketdi. Hop. Mana bu o'rtasi mana uzilib qolgan-ku. Mana uzilib qolgan, mana ko'p uzilib o'sib ketavergan. Bu narsa do'stlar hold deyiladi. Bu hozir ikkinchi zapis qilyapman. Uni oldingi videoda aytdimmi yo'qmi? Hold deyiladi. Agar aksiya 1 minutda 10% dan ortiqqa o'sib ketadigan bo'lsa, birja uni yopib qo'yadi. 5 minutga yopadi-da, 5 minutdan keyin, bir xil 10 minutdan keyin qaytib ochadi. Mana ko'ramiz, hold bo'lib o'sib ketavergan aksiya 5 dollardan 26 dollarga chiqib ketadi. Bu dahshatli ishda. Qancha 500% ga o'sib ketadi. Mana agar biz tarixga qaraydigan bo'lsak, oldin ham shu ishni qilib Demak, pump bo'ldimi, aksiya dump bo'ladi. Buni faqat treyderlar qilyapti. Bo'ldi, boshqa hech kim emas. Treyderlar uni ataylab ko'taradi-da, keyin qaytib tashlaydi. Xo'p, o'sib ketdi, tochka bermagan. Mana bu joylarda xavfliroq. Endi mana bu joyni qaranglar, mana bu bizga muhim joy. Kunning oxirida sal qiyinroq, agar bunda endi opti borlar qilishi mumkin. Mana bu joyda lojni bo'lganda, qaranglar, mana hayni urdi, tashadi, yana qaytib hayni urish kerak edi. Hayga yetmadi-da, qaytishni boshladi va mana shu joyda bizga yaxshi tochka bergan. Kirishimiz mumkin. 5 minutgada yaxshiroq ko'rinadi. Mana
qaynavergan ketolmagan bizga toshga bergan. Mana shu yerda toshga bergan 14 gacha, 24 dan 14 gacha 10 point prosta tashlab bergan. Endi xo'p, ikkinchi kuni bu hali mana ikkinchi kuni yana 16 sal ozgina tepaga urib, mana 16 dan boshlandi. Mana bu kunni razbor qilamiz. Ikkinchi kuni. Bizda ideya nima? Short. Chunki aksiya pump bo'ldimi, dam bo'ladi. Bo'ldi, shu. Agar aksiya bo'ladigan bo'lsa, masalan, 50% dan oshgandan keyin 50% gacha uni faqat biz longga ko'raveramiz. 50% dan oshgandan keyin uni ham shortga, ham longga ko'rish mumkin. Masalan, aksiya 1000% o'sib ketsa, u yana longga ham signal berishi mumkin, yana longga ketishi mumkin. 500% o'ssa, 500% dan keyin yana longga toshga berib, yana ketishi mumkin. Biz uni faqat 50% o'sgandan keyin o'sha shortga ham, ya'ni dam bo'lishiga ham qarashni boshlaymiz. Mana bu joyda mana juda ham ajoyib signal. Mana kim agar haqiqatda pul qilishni xohlasa, haqiqatda tradingda rivojlanishni xohlasa, men sizlarga mana bitta zo'r bir maslahat aytaman. Bu haqiqatdan do'st sifatida maslahat. Har doim retest yoki atkat kutinglar. Mana plyusda bo'lishni xohlaysizlarmi? Tradingda zo'r bo'lib rivojlanishni xohlaysizlarmi yoki yo'qotaverib charchadingizlarmi? Mana bitta narsani eslab qolinglar. Aksiyaga har doim isbot kutinglar, isbotladinglar. Bu degani retest yoki atkat. Mana bizda impuls bor. Biz strategiya bo'yicha biz har doim dam qilishdan oldin buni impuls, ya'ni slabs kutamiz. Mana bizda slabs bor, pastga. Mana slabs bor, xo'p, slabs bor ekan, gap yo'q. Endi isbotlar, agar kuchli bo'ladigan bo'lsa, yana daraja o'sib ketish kerak emasmi bu? Nima qildi? Qiynalib o'sdi, bum, o'sha qizil svicha tushishni boshladi. Bo'ldi, mana shu yerda bizda tochka vhoda, kirish nuqta bo'ldi. Hech qanaqasiga nima deydi? Bir kuchi yo'q. Chunki buni ideyasi o'zi shortda. Biz short qilishimiz kerak-da ideyasi. Mana ketdi, marhamat. $16 $10gacha 6 point prosta tashlab berdi. Xo'p. Keyingisini qaranglar mana. Qanaqa chiroyli, hech qanaqa bu yoqda bir ortiqcha bir odamni qiynab boshqa ish qilmaganda bu. Prosta klassika, chotka moshina tashlab bergan. Mana. Ketdik. Mana. Qaranglar, tepaga qiynalib chiqyapti, pastga bum impuls bilan tashlayapti. Bizga nima kerak edi? Impuls kerak. Endi nima kerak? Atkat kerak. Mana atkat qiynalib bo'lyapti. Mana bu yoqda buzib, mana xohlaganlarcha signal, konkretno chotka signallar bor. Birinchisi mana bu urovni yorib o'tganda signal, retest qilganda yana signal, mana bu joyda probok qilganda yana signal. Mana. Klassika, prosta bu nima deydi? Bunda ishlanmaslik xatoda. Pul qilishni xohlaysizlarmi? Kutinglar. Retest kutinglar. Retest isbot. Men do'stlar deydi, aksiya gapiradi, svichalar gapiradi. Men mana retest qilib ko'rdim. Retestni ham o'xshatolmadim, ketolmadim. Bo'ldi, mana shortga kirishlaringiz mumkin deb aytib turibdi mana. Keyingisi Nivov. Mana bu ham xuddi shu narsa, mana oldin ham pump bo'lgan, dam bo'lib oxirigacha tashlagan, mana tarixi, yana pump, dam. Bo'ldi, boshqa narsa yo'q bu yoqda. Mana bu yerda zo'r chashka chizgan, long ketdi. Mana bu yoqda uchburchak chizgan, mana uchburchak. Chotka uchburchak chizgan, yana dalshi long ketdi. Mana ozgina risk bilan normal summa beryapti. Xo'p, keyingisi mana bu joyda nimani ko'rishimiz mumkin biz? Mana golova plecho deydi bizda. Mana golova plecho. Mana boshi, ikkita yelkasi mana qayga bora olmasdan qaytishni boshladi. Prosta moshina yurib bergan. Undan keyin yana kutamiz. Dam bo'lish kerak, ideya short. Mana bu joyda yana zo'r signal berganda, mana yana dash ketyapti. Mana zo'r tashlab beryapti. Keyingisi Asan, bu уже pump and dump emas. Bu earnings, ya'ni отчет qilgan
bizda bilasizlar aksiya ham turi ko'p, earningslar bor, pump and dumplar bor, IPOlar bor, offeringlar bo'ladi. Bu hammasida har xil strategiya ishlatiladi. Hammasi bir xil ish bo'yicha yurmaydi. Masalan, earningslar 10%, 20%, 25% dan keyin uni yana longga ko'rib bo'lmaydi. Chunki earnings yangiligiga yarasha yurdi, qotadi o'sha yoqqa, bo'ldi. Chunki yangiligiga yarasha yurdi. Pumplar 500%, 1000% o'sib ketib, yana uni longga ko'rishimiz mumkin, chunki uni aksiyalar soni juda ham kam, uni treyderlar boshqaryapti. Mana avtomarket achot bo'lgan, ya'ni bozor yopilgandan keyin achot qilgan. Mana bizda urumin bor. Tak, mana. Mana uruminlar. Mana bu uruminni provoy qilganda short, mana buni retest qilganda short, yana kelib mana buni retest qilganda short, mana bu joyda yana short. Mana 4 ta konkretni chotka signal bergan. Bir xil o'ylash mumkin, mana Forex-dagilarda bo'ladi, mana up down trendni buzdida endi longga qaraymiz deb. Yo'q do'stlar. Qaysi ahmoq aksiyasi yangiligi yomon chiqqan aksiyani long qiladi? Long qilinmaydi do'stlar. Bizda o'sha oldin qoidalar bor. Gap down bilan ochdimi, ya'ni kechaki narxi bu yoqda bo'lib, bugun bu pastda ochdimi, yangilik yomonmi, demak short. Uni hech qachon long qilmaymiz. Trading bu ehtimollar nazariyasi. Qaysi holat ko'p bo'ladigan bo'lsa, biz o'sha holatni qilishimiz kerak. Mana provoy qilgan. Short qilamiz. Mana bu yerda ozgina chizib turing. Yana short. Chotka zo'r yurib bergan. Aksiya 17.50 dan 15 gacha tashlab bergan. Chotka 2 point zo'r tashlab bergan. Chunki yangiligi yomon. Keyingisi STSS. Mana. Pump dump bo'ldi. Boshqa hech narsa yo'q. Boya aytganimdek, mana ko'ryapmiz, hamma aksiyalar pump bo'lib dam bo'lyaptimi? Oxirigacha dam bo'lyaptimi? Ya'ni pump bo'ldi, oxirigacha tushyaptimi? Bo'ldi. Bu ham shu. Hamma shunaqa bo'ladi. 80%, 90% holatda shunaqa bo'ladi. Aytganimdek, ehtimollar nazariyasi qaysi holat ko'p bo'lyapti? Mana ko'rganimiz hamma aksiyalarni ko'ryapmiz, pump bo'lganda oxirigacha dam bo'lyapti, to'g'rimi? Buni ham demak 50% o'sgandan keyin o'sha shortga qarashni boshlaymiz. Bo'ldi, boshqa iloji yo'q. Boshqa variant yo'q. Boshqa ish bo'lishi mumkin emas. Mana bu joyda bizda lojni provoy bor, hop chotka nimaga bergan? Shortga bergan. Endi qaranglar, mana bu printga e'tibor bermaymiz. Bu 8 da o'tadigan ADF-ga deyiladi. 8 da o'tadigan printlar bu bizga ta'sir qilmaydi. Bu umuman hech narsa anglatmaydi. Bizga qaramaymiz bunga. Keyingisi mana zo'r tashlab bergan. Keyingisi DLTR. Mana. Bu ham achot, earnings, qimmat aksiya, earnings bu. Achot bo'lgan. Bizda urumin bor. Mana. Urumin. Va urumindan biz o'sha xayni urilmadi, mana bu yerda short qilishni boshlaymiz. 96 dan 86 gacha 10 point prosta tashlab bergan. Mana kanalda turgan urumin, mana buni tepasi o'sha bizda stop bo'ladi. Mana bu tepasi stop bo'ladi, chunki shu uruminni ushlab turibdi. Va bu yerda biz short qilamiz. Mana dahshat, prosta dahshat. Keyingisi SCNI. Mana qaranglar, mana oldin ham pump bo'lgan, dam bo'lgan, pump bo'lgan, dam bo'lgan. Bo'ldi, yana bugun ham nima qiladi demak, shu ish qiladi, bo'ldi. Mana ko'ringlar, marhamat. Mana bizda o'zimizda strategiya bo'yicha hech qanaqa ortiqcha ish yo'q bu yerda. O'zimizda strategiya bo'yicha chizgan. Mana. Xo'p, nima kutardik biz? Mana pump bo'ldi. 10 minutda 2 dollardan 7 dollarga o'sib ketdi. 10 minutda. Bu 200%, 300% dan yuqori degani. 200% dan yuqori degani. Xo'p, nima kutamiz? Mana slabs bo'ldi. Slabs bo'ldi. Endi isbotlar. Isbotlar bizga isbotlab ko'rsat, qani o'zi kuching bormi, yo'qmi? Agar kuchli bo'lganda yana dash ketmasmidi bu? Ketardi.
Bu nima qildi? Qaytida уже kuchsizlanish boshladi va short bum ketdi. Mana marhamat, hech qanaqa sizni qiynamasdan, atkat qilmasdan, hech narsa qilmasdan prosta tashlayverdi. Tasavvur qiling, mana $6 dan $3 shunchaki tashlayveryapti. Shunchaki bu risk reward bundan 20 sent bo'ladigan bo'lsa, 30 ga 1da 20 sent risk qilyapsiz, 3 point tashlayveryapti. 30 ga 1 bo'ladimi? 3 point tashlayvergan bo'lsa 15 ga 1 ekan. 15 ga 1 tashlayveryapti. Qani qaysi bozorda bu shunaqa? Mana do'stlar, bugun 10 dan ortiq aksiyani biz tahlil qildik, razbor qildik. Eslatib o'taman do'stlar, bu juda ham foydali. Ya'ni siz hozir video davomida siz aksiya nima uchun pam bo'lganini, nima uchun bu joyda kirish kerakligini bilib oldingiz. Razbor traderlar shunaqa yaxshi narsaki, endi boshlagan trader uni bilmaydi, qayerda kirish kerak, nima uchun bu aksiya o'sib ketdi, nimaga oxirigacha qulash kerak, bu narsani bilmaydi. Mana video davomida videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, demak tushunib yetdingiz, nimaga pamplar aynan pamp bo'ladi, nimaga o'sib ketadi, nimaga o'rningizda 100%, 200% o'smaydi. Bu bizda juda ham ko'p bo'ladi. Bu hafta davomida bo'lgan aksiyalarni bir nechtasini olib ko'rsatdik. Bir xillarni foizini ko'rdingizlar. Qanchalik bizda potensial yuqoriligini bildingizlar. $5 dan $55 ga o'sib ketishi bu dahshatli ishda. Bizda har doim bo'ladi. Bizda oddiy hol bu. 1000% tasavvur qilinglar. Juda ham ko'p aksiyalar bo'ladi. Biz hammasini olib ko'rsatadigan bo'lsak, zerikali bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun bir nechtasini olib biz bu yoqda tahlil qildik. Biz xursandmiz, siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, bu videoni, razbor traderlarni va boshqa foydali videolarni YouTube'dagi kanalimizga ham joylaymiz. Ko'rib boringlar. Hammaga rahmat. Tradingda oldin bir kulib bir gap aytaydim. Platformalaringiz qizil ko'rmasin. Har doim yashilda bo'lib tursin. O'sha trading boshlagandan keyin o'zi bizga yashil svet ham yoqib qolgan. Qachon bir yashil tursin, plyusda. Hammaga omad, hammaga rahmat.